Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Jack X200 Premium tovarini haqida gaplashib o'tamiz. Jack X200 bilamizki, buning 4 xilda ishlab chiqarilish turi bor. Birinchisi shassi hisoblanadi. Ustiga platformani o'zingiz o'rnatasiz. Ikkinchisi bortovoy, juda ko'p obzorlarni ko'rgansiz. Xo'p, uchinchisi zavodskoy bort tent, ya'ni tentlik hisoblanadi. Rolikov yig'ishtiriladigan tentlik hisoblanadi. Va to'rtinchisi ko'rib turganingizdek Premium tovarni. Hozir siz bilan Premium tovarni ko'rib o'tamiz. Barcha to'rtala turida ham motorlar, ot kuchlar hammasi bir xil bo'ladi. Samarqandda yig'iladi. Motor 2lik Toyota bilan совместно ishlangan Greenjet 147 ta ot kuchiga ega. Agar siz vohalik bo'lsangiz, ya'ni Surxondaryodan bo'ladigan bo'lsangiz, Surxondaryo, Termizda hamda Denovda filiallarimiz bor. Bir kun ichida mashinani xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Boshqa joylar bilan bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Narxlar hamma joyda bir xil. Va sizga taqdim etiladigan bonuslar ham hammasi bir xil hisoblanadi. Mashinamizni avtomat qismini ham Termizda o'zidan, servisini ham Termizda o'zidan, gaz qo'ydirishni ham o'zimizdan hal qila olasiz. Albatta gaz qo'yish bu garantiyasi ichida hisoblanadi. Mashinamiz 3 kishiga ruxsati bor, ya'ni voditel va yoningizda 2 kishini bemalol olib yurishingiz mumkin. Kattagina bakovoy, bu bakovoylarimiz yomg'irli kunda yo issiqda oynani ochib turib bakovoy to'g'irlash hojat yo'q, ichkaridan boshqariladi, to'g'irlanadi hamda bu isiydi. Oldi 15lik ballonlar bilan jihozlangan. Operator yaqinroq kelavering. Xo'p, tarsovoy vilka hisoblanadi. Ya'ni paddush o'zimizda ko'p ishlatadiku, paddush yumshoqlik juda yaxshi berilgan. Xo'p, yukxona qismiga kelamiz. Yukxonamiz 9.7 kubalik. Bu metrda 3.15, 1.76. Eniga 1.76 tepada. Hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mashina ramasi to'lig'icha butun boshdan oxirigacha bitta yaxlit ketilgan hisoblanadi. Benzinda turibdi 65 litrlik bak hajmiga ega. Kelib ko'rsatavering. Hop, metan hamda propan bemalol qo'ysa bo'ladi, ya'ni o'rnatsa bo'ladi. Yoqilg'i sarfi 100 ga 8 litr hisoblanadi. Yuk bilan esa albatta yurishingizga bog'liq, ham 10 litr atrofida xarajat qiladi. Xo'p, furgonimiz Premium tovarni furgon hisoblanadi va bu izotermik. Izotermik nima? Izotermik ichiga po'kat qilingan, ya'ni siz hozir ayni sezon boshlandi, pomidor, bodring deymizmi, yo olxo'rlar yaqinda giloslar pishib boshlaydi. Mahsulotni o'z holicha olib kelishingiz imkoniyatini beradi. Bu temirlik varianti, agar kimda-kim xohlaydigan bo'lsa, poli temirlik hisoblanadi. Yon tarafda eshik bor, hop, tepada chiroqlarimiz bor. Bu yonida eshik nima uchun qo'yilgan? Agar yukingizni yuklab, qaysidir mijoz yuki boshida yuklanib ketgan bo'lsa, yon tarafdagi eshikni ochib bemalol olishingiz mumkin. Yon taraf eshigini ham ko'rsatamiz. Hop, ikkinchi Premium tovarimiz. O'sha motor, o'sha ko'rinish, o'sha o'lcham, o'sha kuba, faqatgina fanerida farqi bor. Hop, faner, narigisi esa temirlik edi. Mashinalarimizda 13lik hamda 15lik bittadan zapaskalar o'rnatib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin mana. Hop, bu yoqda esa yashiklari, bu orqa tarafdan ko'rinyapti. Hop, yashiklarda endi o'zingiz bilasiz, ключ va domkaratlarni hop saqlab yurish mumkin. Hop, yon taraf eshigini ochamiz. Yon taraf eshigi bemalol ko'rishingiz mumkin, juda kattagina bo'lgan eshik hisoblanadi. Qanaqadir kattaroq yukni qiynalmasdan olishingiz mumkin yoki ko'chma do'kon qilishingiz ham mumkin. Boya aytib o'tganimdek, dehqonchiliklar tashish uchun mahsulot o'zini holatida saqlab bera oladigan darajada qalinlikdagi ega bo'lgan utilitel qilingan. Agar siz bunga rif qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni xolodilnik qo'yib buni muzxonaga aylantirmoqchi bo'lsangiz, albatta buni ichiga ozgina qo'shishingiz va bemalol refrigerator o'rnatib olishingiz ham mumkin. Endi esa mashinamiz salon qismiga bir o'tamiz. Operator narigi tarafdan kelasiz, bu mashinani ko'rib chiqamiz. Xo'p, eshiklar sifatli plastik, issiqda sovuqda o'ynab qolmaydigan, oqarib o'zini sifatini yo'qotib qo'yadigan plastikdan emas. Pusholka, kolonkalar qo'yilgan. Mana o'sha tarafga ham bor pusholka hamda kolonkalari. Xo'p, eshik ochqich dastaklari, sentralni zamok, elektron oyna ko'tarib yopqichlar va bu tarafda bakovoyni boshqarish imkoniyatini beradigan tugmachamiz o'rnatilgan. Xo'p, mashina yaxshigina kenglikka ega. Bismillahirrohmanirrohim. 1.83 bo'yim. Bu albatta o'zingizga moslab olishingiz imkoniyatini beruvchi sidinyaga o'tirdim. Mana bemalol o'tirish uchun. Endi ko'rishingiz mumkin, oyoqlarimni olib boraman.
Hop, bu yoqda esa rulimiz ham ligrovka qilinadi. Xohlang pastga tushiring, xohlang tepaga ko'tarib qo'ying. Usilinli gidravlika rul, tablo bemalol hop yoqilg'i sarfini kilometrda albatta ko'rsatib turadi. Bu yoqda esa konditsioner deflektorlarni ko'rishingiz mumkin, magnitofonni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda nimadir qo'yib qo'yish uchun joy, telefonmi nimadir. Hop, konditsioner pechka albatta bor. 5 talik korobkalar qutisi tranzitsiya hisoblanadi. Bu yoqda hop menimcha chekov chakkalarimiz uchun pepelnitsa, перекрутиллari bu yoqda bor. Hop, hozir ko'rib turibsiz, 2 kishiga moslashgan, ya'ni mana bu bar sifatida turibdi. Bu yoqda past stakanchiklar bor. Hop, bu yoqda hujjat solib qo'yish uchun ham katta joyi bor. Hop, bu dastagini bosib, o'rtada sidina ko'targanda esa 3 kishilik joy hosil bo'ladi. Bemalol siz yoningizga 2 kishini olib yurishingiz mumkin va buning ruxsati bor. Hop, mashina boya aytib o'tganimdek 3 tonna yuklarni ikkilanmasdan oladi. A nuqtadan B nuqtaga bemalol mahsulot o'z sifatida yetkazib berishingiz imkoniyatini ham beradi. Hop, tepada koziroklar, buni bilamiz. Hop, salon chiroqlari hamda bu yoqda ochki qo'yadigan joylarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Hop, bu yoqda bardachok. Hop, kenglik juda yaxshi. Oldi tarsovoy bo'lgan, ya'ni paddush bo'lganligini hisobida yuksiz yurgan holatingizda ham mashina sizni qiynab qo'ymaydi. Aynan bitta mashinani aytib o'tirmaylik-ku, oldi resorli bo'lgan mashinalar, masalan, o'zimizda ham sotuvda bor. Pustoy holatda yurganda ozgina o'zingizni qiynab qo'yishi mumkin. Bunda unaqa muammolar bartaraf etilgan. Hop, mashinada ABS bor, albatta aytib o'tishimiz shart. Hop, ABS hozir bilamizki, barcha zamonaviy yengil hamda og'ir mashinalar qo'yib berilyapti. Bu xavfsizlik tizimi uchun albatta. Hop, mashinani narxi yana qaytarib o'taman, 258 ming 720 ming so'm. Avtokredit, persisteniya, lizing bo'lsa lizingga bemalol va naqd pulga, hattoki nasiya savdoga ham olishingiz mumkin. Pastda raqam yozildi. O'sha raqamga telefon qilasiz. Menejerlar va Qudrat sizga barcha ma'lumotlarni aytib o'tadi. Bizni kuzatishda davom eting o'rtoqlar. Biz Tashkent Motors Termiz filialidamiz. Manzilda aytib o'taman hozir. Hop, manzilimiz o'rtoqlar. Hozir biz turgan joy Ekometan zdaniyasi hisoblanadi, yo'lning yuzida. Hop, Manguzardan kirganingizda, ya'ni Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Denov, Sarasiyo, Boys, hop shunaqa uzun taraflardan kelganda Manguzardan kirasiz va o'tganingizdan keyin svetofordan Yashil dunyo bozoriga qarab kirganda, chap qo'l tarafga burilganda yo'lni ustida turibdi, jak yozuvini ham ko'rsatishingiz mumkin. Agar siz Angor, Sherobod tarafdan keladigan bo'lsangiz, hop, Zagazerna tarafdan kelasiz, ya'ni temir yo'l vokzal yo'lidan kelasiz va Zagazernadan o'tganingizdan keyin o'ng qo'ldagi pоворotdan kirgan joyingizda jak avtosaloni. Yana ham bitta narsani aytib o'taman, bu mashinadan xarid qilganlar ham bizni kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Agarda avtoehtiyot qismlaridan birorta muammongiz bo'lsa, kalotka, filtr yoki nimadir kerak bo'lsa, albatta mana shu raqamlarga bog'lanishingiz mumkin yoki servis xizmati kerakmi? Marhamat, hammasini o'z joyida hal qilib beramiz. Biz siz uchun harakatdamiz. Siz esa biz uchun arzimagan bitta like tugmachasini bosing hamda yuk mashina qidirib yurgan do'stingizga samolyotchani ham bosib qo'ying. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni keyingi videolargacha asrang. Sog' bo'ling.